Tug'ruqdan keyin badaningizga mana shunaqa izlar tushgan bo'lsa, lekin uni ketmaydi deb yurgan bo'lsangiz, adashasiz. Men sizga uni ketkazish usulini o'rgataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlang tugmasini bosib qo'ying. Skrablardan muntazam ravishda foydalanishingiz kerak. Bir haftada 3 marta. Juda ham skrablarning turi ko'p. Meni eng yaxshi ko'rgan skrabim Zakdan kokosviy skrab. Hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Badaningizdan ham shunaqa приятный hid kelib turadi. Iz bor joylarga shunday skrabni olib, ko'proq massajni движениялар bilan ishlatishingiz kerak. Va yana eng yaxshi ko'rgan skrablarimdan biri ham budjetniy skrablardan biri. Mana shundan ham ishlatsangiz bo'ladi. Effekti juda ham bomba. Skrablar bilan yuvinib bo'lganingizdan keyin faqatgina iz bor joyga olivka yog'i yoki uzum yog'i bilan massajni движениялар bilan surtishingiz kerak bo'ladi. Qancha ko'p massaj qilsangiz, izlarni ketishi shuncha yaxshilanadi. Ha, bu izlarni ketkazish sal murakkabroq, lekin men aytganlarimni muntazam ravishda bir kun ham qoldirmasdan qilsangiz, 2 haftaning ichida rezultatini sezasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib menga podpiska bo'lib qo'yishni unutmang. Shu kabi foydali videolarni meni profilimdan topasiz.